IELTS listeningdan 9 olish uchun eng muhim narsa nima deb o'ylaysiz? Ko'pchilik ko'proq praktik qilish deydi. Men ham shunaqa deb o'ylardim, lekin listeningdan 6 marta 9 olgandan keyin natijani aslida boshqa usulda berishini tushunib yetdim. Bu videoda menga ketma-ket 9 larni olib kelgan eng samarali 3 ta usulni ko'rsataman. Qani boshladik. Birinchi usul speed listening. Speed listening usulim IELTS o'quvchilari orasida juda ham mashhur. Bu soatlab skript yozib o'tirishdan ko'ra 1000 marta yaxshi. Buning uchun biz YouTube'ga boramiz va iloji boricha juda ham uzun bo'lmagan videolarni ko'ramiz. Misol uchun o'zim ko'radigani bu TED videolari. TED'da biz scientific videolar topsak bo'ladi. Ya'ni hammasi o'sha 5-6 minutli ilmiy videolar va siz bitta videoni tanlab oling va uni siz hozir 4 marta ko'rishingiz kerak. Qanday qilib ko'rasiz? Siz subtitlelarni yoqasiz, bemalol subtitleni yoqib ko'rsiz bo'ladi. Va har bitta ko'rayotgan paytingizda har xil tezlikda ko'rasiz. Misol uchun, birinchi marta ko'rayotgan paytingizda bir tezlikda, ya'ni o'zini asl tezligida ko'ring. Undan keyingi safar ko'rayotgan paytingizda 1,5 tezlikka olib chiqing. Va oxirgisi bu maksimum tezlik, ya'ni 2x tezlikka olib chiqamiz va siz o'sha eng maksimum tezlikda ko'rib bo'lganingizdan keyin siz yana bir marta o'zini asl tezligida eshitib qo'yasiz. Va agar shu narsani qiladigan bo'lsangiz, oxirgi marta eshitganingizda, ya'ni o'zini asl bir tezligida eshitganingizda xuddiki 0.5 ga tushib qolgandek bo'ladi. Bu speed listeningning maqsadi qulog'ingizga tez speechlarga o'rgatish. Shundagina IELTS listening sizga o'yinchoq bo'lib qoladi, chunki undan ham ko'ra tezroq va qiyinroq narsalarni har kuni eshityapsiz. Bir kunda nari borsa 15-20 minut vaqtingiz ketadi xolos, lekin bir oyda buni har kuni qilish orqali siz listening ballingizni 1,5-2 ballga bemalol oshirsangiz bo'ladi. Ikkinchi usul xatolarni tahlil qilish. Agar siz hadeb praksislarni qilaverib, analiz qilmasdan tashlab ketaveradigan bo'lsangiz, hech qachon oldinga o'sish bo'lmaydi. Chunki siz nimaga xato qilayotganingizni tushunmasdan turib, hech qachon uni tuzata olmaysiz. Analiz qilish juda ham oson. Testni qilib bo'lganingizdan keyin tekshirib chiqasiz, qayerda va nechta xato qilganingizni. Va bularni bilib olganingizdan keyin o'sha xato qilgan joylaringizni boshqatdan qayta eshitib chiqasiz. Necha marta eshitishingiz ahamiyati yo'q. Muhimi o'sha xatoni tushunguningizgacha eshitsangiz bo'ldi. Bu usul ham doimiylik talab qiladi. Bir marta qilib qo'yib natija kutish o'rniga har doim analiz qilish yo'liga qo'ying. Uchinchi va eng muhimi, o'zingiz yoqtirgan narsalarni ingliz tilida ko'rish va eshitishni odat qilib oling. U narsani ahamiyati yo'q. U kino bo'lishi mumkin, qo'shiq, rap yoki qanaqadir yangiliklar bo'lishi mumkin. Biz ham o'zbek tilida eshitish qobiliyatimizni xuddi shunaqa qilib yaxshilaganmiz, chunki bizni o'zbek tili muhiti o'rab olgan. Siz ham o'zingizga inglizcha shunaqa muhit yaratib oladigan bo'lsangiz, ona tilingizni qanday tushunsangiz, ingliz tilini ham xuddi shunaqa tushunishni boshlaysiz. Eng muhimi, ko'rayotgan narsalaringiz zerikarli bo'lmasin, chunki zerikishni boshlasangiz to'xtatib qo'yishingiz oson. O'zingizga yoqadigan kontentni ingliz tilida ko'rar ekansiz, ko'proq narsa o'rganasiz va doimiylik bo'ladi. Va albatta muntazamlik bilan natija ham keladi. Videodan xulosa qiladigan bo'lsak, listeningdan yuqori ball olish uchun 3 ta usul bor. Speed listening, xatolarni analiz qilish va o'zingizga yoqqan inglizcha narsalarni doimiy ravishda ko'rib borish. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimga obuna bo'ling. IELTS bo'yicha shunday amaliy tavsiyalarni doim ulashib boraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha.